Assalomu alaykum yurtdoshlar. Do'stlar, mana nevam sotiladi. Iyeden ekan bu. 80lik metallari bor, bollari toza balomini. 2017-yil ishlab chiqarilgan Lux konditsioner, bir rozatqisi 50 kini bir ishlaydigan. Vertolyotlar ham bor ekan. Bunun bahasini 105 milyon aytib o'tiribdi. 105 milyondan qadar so'radim deydi. Mashina 105 dan kelishib chiqib beradi. Probeklarni ko'ramiz. Aytib o'tamiz shu probeklarni. Motor taraflarni ko'rsatib hozir bir. Metallari. Yuvib sipirish kerak bu mashina. Yuvib sipirib beramiz xudosi. Çelik düşmeyen bu. İşte açadaydım onu. 4-cü bakalyan metallar var. Altı motor injektör olalı var. Metrolar taza. Çok getirdi. Zapaskıları. Sanık degen zat yok bu maşında. Barter avtokredit var ama. Daxilasa. Azar yeter etmese karışmam durады. Barter olsa hesaplab alады o'zlari mashina burishlar. Buga naqd pul beradi. Qiziqqan bagajlarim bor. Taza amazatır qo'ydiribdi. Hozir mashina zo'r deydi, tayin deydi, axotqa deydi, haydab ketaveradi deydi. Qizil bormi deydi. Beri ishlab turib, teshkirib ustanasi akib teshkirib olaverasa. 99 242 0035 ga telefon etsa qiziqqanlar. Ne olaman deb yurganlarga yuborib qo'yasizlar. Kim yangi bo'lsa kanalga obuna bo'lib turib bir like bosishni unutmang do'stlar. Ko'rinishlari